Assalomu alaykum janob. Sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu Yaxshimisiz? Charchabsizmi? Qolganlar ham kiraversa kerak asosda endi. Ovozim boryaptimi? Ha, domla kelyapti zakon. Mana 5-chi kitoylar keyin boshlaymiz. Demak, boshlayveramiz bo'lmasa. Ovozim eshitilyaptimi? Boryaptimi? Assalomu alaykum domla, eshitilyapti. Rahmat, yaxshimisiz? Sharof va demak, o'tgan darsda Alaykum domla. label komponentasini bilan tanishib, xususiyat, hodisalar haqida gaplashgandik, ha? Demak, Shunday domla. bugungi darsda demak shuni ozgina davom ettiramiz. Yana tugmalar bilan ishlashni ham bir vaqt qolsa ko'ramiz. Demak, bugungi topshiriq bor bitta. Manda bitta C++ builderni o'rganish bo'yicha qo'llanma bor elektronda. Shular bo'yicha bitta ish qilingan. Ketma-ket bitta tushuntirilgan. Shuni ketma-ketlik bo'yicha ko'rsatib beraman. Keyin uyda o'zlaringiz bir harakat qilib ko'rasizlar. Demak, boshlaymiz. Birinchi navbatda ushbu ko'rinyaptimi? Label style bitta oyna. Ko'ryapti. Ko'rinyapti, ha? Ko'ryapti domla. Demak, Ko'ryapti. ushbu bitta oynani hosil qilib o'tamiz, hosil qilamiz. Demak, buning uchun o'sha formamizda birinchi navbatda forma 7 ni o'rniga label style degan so'z kiritamiz. Style degan so'zni yozamiz, chiqdi. Keyingi nimamiz? Demak, standart e, komponentlar kutubxonasidan panel degan komponentni olamiz. Mana chiqdi. Xo'sh, ko'rib turganimizdek uni e, nimaga moslashga harakat qilamiz. Maydon bo'yicha to'liq qoplash ham shart emas. Demak, panel bo'ldi. Panel bir so'zini o'chirib qo'yamiz. Ya'ni name'dan bo'lmaydi, caption xususiyatdan bo'ladi. O'chiramiz. Biron narsa yozishimiz ham shart emas. Demak, o'chirildi. Endi keyingi qiladigan ishimiz ikkita label kerak bizga. Ikkita label kerak. Demak, qo'yamiz ketma-ketlikda markazdan. Demak, e, Ctrl tugmasini bosgan holatda ikkita labelni bosib va font xususiyatiga bir martaga kirib olsak, demak 12 shriftda qo'yaman. Chiqdi. Mana 12 shriftda qora.
Demek birinchi so'zni o'zgartiraman. Xabar chiqarishga. Labelni caption qilmasdan xabar chiqarishga o'taman. Demak, xabar chiqarish. Boshlayman. Kechirasiz, o'zimcha o'ylaganman. Xo'sh, demak, xabar chiqarish ikkinchi dasturdan chiqish. Dasturdan chiqish. Xo'sh, nima boshlandi? Xo'sh. Endi bu chizmada Windows XP bo'lgani uchun bizda bir xil chiqmaydi. Mana endi ko'rib turgan bo'lsangiz, panel chegarasi bor, ozgina qavariq holatda turibdi. Buni ham qilsa bo'ladi. Demak, panel komponentasini ustiga borib, properties, ya'ni xususiyatidan bevel inner xususiyatidan lower ni tanlaymiz. Lower ni tanlaymiz. Ko'rib turganlaringizdek. Demak, xuddi shu ko'rinishga keladi. Buni bitta ishlatib ko'ramiz. Qara, chiqdi. Endi ketma-ket topshiriqlarni bajarib o'tamiz. Xo'sh, har doim buni ham oldingi darslarda aytganman. Kod yozishdan oldin e, maksimal harakat qilish kerak. Birinchi navbatda ilovaning dizayn qismidagi ishni birinchi navbatda tugatib olishimiz kerak. Va keyin birdan kod yozishni boshlaymiz. Kod yozolmaymiz. Sababi bor. Birdan nima uchun kod yozolmaymiz? Demak, interfeys, ya'ni dizayn qismida biror bir ish qolib ketgandan keyin bizga kerak bo'lgan komponent formaga tashlanmagan bo'lsa va uni bilmay turib yoki boshqa holatlarda kod yozishni boshlasak, demak u komponent formada yo'q, u komponentni formaga iloji bo'lsa tashla degan o'sha ma'nodagi xatolik kelib qolishi mumkin. Shuning uchun harakat qilish kerak. Birinchi marta o'sha dizayn qismini yakunlab, Domla, bu dastur bo'yicha biza ana bu slayd nimalar yasashda ham shu qulay dastur. man dars. Yo'q, man masofaviy dars o'tyapman. Qaytaring, o'z oldinga olib ketdim. Nima dedingiz? Bu dasturda ana slayd, Ha, har xil ko'rgazmalar shunaqa taxlasa ham bo'ladi, to'g'rimi? elektron darslik taxlasa bo'ladi. Agar o'sha fanni yuzasida elektron darslik yoki elektron kitob qilmoqchi bo'lsangiz qilsa bo'ladi. Demak, u uchun fanning tajriba, amaliy ma'ruza qismlari, ma'ruzada slayd qo'yiladigan bo'lsa, bir martada bir joyga yig'ib, chiroyli bitta elektron kitob yoki elektron darslik ko'rinishga keltirsa bo'ladi. Demak, davom etamiz. Xo'sh, kod yozishni boshlaymiz. Demak, ishni ketma-ketligi quyida kitobda bor. Bu bo'ldi. Demak, e, ana bu narsani yozsak ham, masalan, hozir yozmasak ham bo'ladi. Ushbu topshiriq uchun sababi men o'zi qora rangni berib bo'ldim. Nima deyapti bu? E, on mouse move o'tgan darsdagi hodisa eslasalaringiz, ya'ni sichqoncha labelni ustiga borgandagi hodisasi haqida gap ketyapti. O'tayotganidek. Ha, demak, o'shani yozishni boshlaymiz. Mayli, qora bo'lsa ham turaversin. Demak, almost move ga kelamiz. Ana bosdik. Label 7dagi forma 7dagi kechirasizlar, label 1ni mouse move, ya'ni hodisasi sichqoncha labelni ustiga borgandagi hodisasi. Demak, yozishni boshlaymiz. Label 1. Xo'sh, bu belgi, demak, font, color, rang, kenglik, CL, demak, black. Xo'sh, nimagadir qizil.
Demek nuqtaly virgül bo'ladi. Xo'sh. Albatta tekshirib ko'ramiz. Label 1 font to'g'ri yozilgan nimaga qiziq qilyapti buni? Expected. Xo'sh. Kechirasizlar hozir. Dasturni noter kirib qo'yman. Hozir qaytib nima qilib olaman. C++ builderga kirmadi. Delphi degan dasturga kirdi. Mana bunga kirib olamiz. Bir-biriga o'xshashdi interfeyslari. Kodni xato beryapti. Delphida bunaqa yozilmaydi deyapti-da. Demak, o'yindan tezda qaytib yaratib olamiz. Xo'sh. Panel. Nimaga bunaqa bo'ldi? Mana Embarcadero degan Ispaniyaning dasturiy ta'minot ishlab chiqaradigan kompaniyasi Delphini ham C++ Builder dasturlash muhitlarini birgalikda sotib olib bittada integratsiya qilib berdi va ular birlashdi. Bitta o'rnatish mobaynida davomida Delphini ham C++ Builderni ham bir martada o'rnatsa bo'ladi, ishlasa ham bo'ladi. Xo'sh, demak font kiramiz. Tahoma qoladi. 2 qilamiz. Chiqdi. Demak, label 1 ni captioniga xabar chiqarish. Demak, 2 ga dasturdan chiqish degan nimani yozuv beramiz. Chiqish. Xo'sh, dasturdan chiqish yozuvini yozdik. Endi yozishni boshlaymiz nimani? Demak, forma 7 da ham, formani o'zida ham buni o'chiramiz. Captionidan. Demak, label style. Xo'sh. Demak, xabar chiqarishni ustiga borgandagi kodini yozishni boshlaymiz. Demak, label 1 ni fonti color tenglik CL black bo'lsin. Xo'sh, va birgalikda davomida tag chiziqli qilishimiz kerak. Demak, bu uchun label 1 ni fonti demak style demak style tenglik t font styleless demak fs underline nuqtali virgul. Bitta ishlatib ko'ramiz. O'zi nima qildik demak. Ana bu kod ishlayapti, faqat sizlarga ko'rinmaydi, sababi o'zi qorada turgani uchun. Hozir ishlaydi. Kompilatsiya qilib bo'lyapti. Xatolik bor ekan. Demak, ikkinchisini katta bilan yozmoqman. Yana bitta qolibdi. fs underline. Xo'sh. Underline. R qolib ketibdi. Kechirasizlar. Ishladi. Mana. Sichqoncha ustiga borganda, xabar chiqarish, ya'ni ustiga borganda tag chiziqlik chizishi holatini ana keltirib chiqardik. Bu kodda black turibdi o'zi. Qora qiladi. Black ishlayotganini bilish uchun kelinglar rangini boshqa qilamiz o'zi, keyin blackga o'zgartiramiz. Demak, fontiga kiramiz. Label 1 ni fontiga kiramiz.
Kelinglar, demak, yashil bo'lsin, ishlatamiz. Mana ustiga borganda yashil edi, ustiga borsak qora tak chiziqli qildi. Tushunarlimi? Demak, bu ishladi bir martada. Ya'ni sichqoncha label 1ni ustiga borganda rangi qora bo'lsin va qora rangda tak chiziqli bo'lsin degan ma'noda. Bo'ldi. Demak, savol bormi shu yergacha? Bo'lmasa davom ettiraman. Hı. Endi sichqoncha ustidan ketganda yoki qaytganda degan hodisa bor. Ushbu hodisaga demak kodni yozamiz, topshiriqqa berilgan kodni yozamiz. Demak, qora bo'lsin va tag chizig'i yo'q bo'lib ketsin degan narsa topshiriq berilgan. Demak, buni ko'chirsam bo'ladi. Ko'chirsam bo'ladi. Va fs underline so'zini o'chirgan holatda, ana bu holatda kelamiz. Ya'ni tag chizig'i bo'lmasin degan fikrda qolyapti. Demak, yashil turadi, chunki yashil birinchi holatda men yashil bergandim, ustiga borganda tag chizig'i chizilgan qoraga qaytganda tag chizig'i yo'qga qaytadi. Nimaga yashilga qaytmadi? Sababi bor. Demak, men ustidan qaytganda yoki ustidan ketganda ham hodisaga qora rangni berib qo'yganim uchun u yashilga qaytmadi. Agar yashil berganimda yashilga qaytar edi. Demak, keyingi qismga o'tamiz. Label 2 bilan ishlaymiz. Demak, ikki xil usuli bor. Dizaynga o'tib buni bosish orqali yoki kodni o'zidan ham obyekt inspektordan ikkini bossa ham bo'ladi. Demak, almost low degan nimaga kirdim. Ha, hop. Demak, xuddi shu narsani birinchisini ko'chiraman. Faqat ehtiyot bo'linglar. Ko'chirish davomida ana yozib tashlaganimdan bu label 1 emas, label 2 ga o'zgarish kerak. Sababi kod bir xil, faqat labelni soni o'zgaradi. Demak, topshiriqda menga red, ya'ni qizil berilgan va tag chiziqli berilgan. Xo'sh, qarang. Ana ishladi. Tepadagisi ham ishlaydi. Ana ishlayapti. Bu ishlaydi. Demak, ikkinchi labelni ustiga borganda qizil rangda va tag chizig'i ham qizil bo'lsin degan hodisani xususiyat bergandik. Hodisaga, ya'ni ustiga borgandek hodisasiga uni xususiyatini o'zgartiradigan qildik. Endi davom ettiramiz. Ustidan qaytgandagi hodisaga kelamiz. Bunda ham xuddi shu narsa, faqat qoraga o'zgartiramiz. Xo'sh, demak, black qilamiz va buni ham o'chiramiz. Buni ham ishlatib ko'rsatamiz. Ishlatib ko'ramiz. Demak, ishlayapti. Ikkalasi ham mana qaranglar. Ikkalasi ham ishlayapti. Endi topshiriqning keyingi qismiga o'tamiz. Xo'sh. Demak, aytyapti. Label 1ni
on klik hodisasiga bizaga yangi hodisa bor. Bugungi darsga kerakli bo'lgan hodisa. Demak, bir marta ustiga bosganda ustiga borish hodisasi boshqa narsa, bir marta bosish hodisasi boshqa narsa. Nimaga bir marta bosish deyapman? Ayrim komponentni yoki shu komponentni o'zi ham ikki marta bosish e, hodisasi bor, lekin ikkidan oshmaydi. Ko'p komponentlarda ikkidan oshmaydi. Ya'ni on click bor, on double click borda. Misol uchun birinchisini aytyapman, bir marta bosish hodisasi. Ga hozir yozamiz bitta kodni. Men kod tayyorlab qo'yganman, hozir tashlab ko'rsataman. Demak, label 1 ni tanlaymiz. Label 1 ni tanlaganimizdan keyin ana unda double click ikkida, unda klikka kiramiz. Demak, bitta kod men oldindan yozib qo'ygandim, hozir tushuntiraman nima kodligini. Demak, bu forma elementlar, o'sha komponentlaridan foydalanmagan holatda e, hozir bir daqiqa. Foydalanmagan holatda message dialog, ya'ni xabar chiqarish oynasini yaratish kod orqali ishlatib ko'ramiz. Demak, xabar chiqarish tugmasini bir marta bosish hodisamda aytyapti. Demak, message dialog label style'dan foydalanish yozuvi, quyidagi yozuv o'sha nimadan kelyapti? Empty information, ana empty information ni shakli, ana information so'zi, ya'ni informatsiya beradigan, axborot beradigan oyna ma'nosida, kontekst oyna ma'nosida kelyapti. Message dialog buttons, ana dialog buttons bor, u OK bo'lsin, ya'ni nol bo'lsin, ya'ni turib qolsin degan narsani kodi. Demak, ushbu kod qaytaradi ana bu bosish hodisasidan keyin kelib chiqqan oynani qaytaradi va OK tugmasini bosish orqali u yopiladi. Yana bir marta bosaman chiqadi. Demak, xuddi shuni aytyapti. Buni yozib bo'ldik. Demak, ikkinchi labelga demak o'tamiz. Ikkinchi labelni on kligida demak close degan narsani yozish aytilgan. Ana ko'rib turganlaringiz close deganni yozishni aytilgan. Xo'sh, bu nima vazifani bajaradi desak, demak formadan chiqib ketish nimasi bor, ana bosaman chiqib ketadi. Ko'rdingizmi? Keyin bosaman chiqib ketadi. Birini bosaman informatsiya degan oyna nima chiqadi? Ikkini bosaman dasturdan chiqib ketadi. Ya'ni dasturdan chiqish tugmasi bosilganda ana bu holatdagi X ni bosgandagi bilan bir xil kod yozib qo'yilgan. Bunga kod yozilgani yo'q. Sababi o'zi avtomat ishlaydi. Faqat dasturdan chiqish tugmasini bosganda demak o'sha umuman dasturdan chiqib ketish hodisasi ishlab ketadi-da, dasturdan chiqib ketadi. Ana pastda ham yo'q. Endi davom ettiramiz. Ikkita labelni belgilayman. Belgilaganimdan keyin kursor degan xususiyat bor. Xususiyat bor. Kursor degan xususiyatdan CR endpoint degan nimani belgiladim. Buni CR endpoint belgiladim. Nima qiladi desak, demak sichqoncha bilan label ustiga borganda qo'l belgisini, ya'ni barmoqni, ko'rsatkich barmog'ini chiqarish nimasi keladi, o'sha nimaga o'giriladi. Tushuntirib bildimmi? Savol bormi? Kim qayerga tushunmagan bo'lsa savol beraveringlar. Demak, kichkina loyihachamiz yakuniga yetdi. Kim qayerga tushunmagan bo'lsa savol berishi mumkin. Ya'ni kerakli yangi klik hodisasini, ya'ni ustiga bosganda, birma yoki bir marta bosganda deyilsa ham bo'ladi. Hodisani o'rgandik va eski hodisani bir takrorlab oldik. Ya'ni on mouse move, ya'ni on mouse leave, ya'ni ustiga sichqoncha bilan borganda va ustidan qaytganda hodisalarni bir takrorlab oldik mini loyiha bilan. Agar kimga savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Hozirgi yo'riqnoma modulda bor-a? Yo'q, bu modulda yo'q. Buni tashlab qo'yaman. Telegramdan tashlasam ham bo'ladi.
Bunu tashlab modulga qo'yaman qay. O'zlaringiz bir ko'rib olasizlar. Bu yerda kerakli narsalar ham bor. Kerak o'sha mavzular bo'yicha nima ham qilib olaman. O'taman shundan ham kerakli topshiriqlar bor. Kichkina loyihalar, tushuntirilgan narsalar ham bor. Tushuntirib maqsadlaringiz bo'ladi. Xo'sh, savol bormi? Yana agar savol bo'lmasa, button degan, ya'ni tugma degan nima ham bor? Hmm, Tugma degan xususiyatimiz ham, komponentimiz ham bor. Uni ham bir ko'ramiz. Bitta chiroyli loyiha bilan, demak, yangi loyiha ochib olamiz. Oyna ko'rinyaptimi sizlarga? Xo'sh, bitta yangi loyiha ochib olamiz. Saqlaymiz. Demak, saqlaymiz buni ham. Forma 8 ni ochib oldik. Demak, xuddi shu mana ya'ni asosiy o'rganadigan narsa bu yerda o'sha 15 hafta ketadigan bo'lsa ham ikkita narsamiz, properties va events. Ya'ni biza asosan hodisada biror bir komponent hodisasini o'sha hodisa bilan ishlagan paytimiz nimadir komponentni ikkinchi komponent yoki nimani o'zini komponentini ham xususiyatini o'zgartirishga harakat qilamiz. Boshqa hech narsa asosan yo'q. Kelinglar ana shu labelni bosganda mana bitta tugma bor, hozir tushuntiraman. Bugun nima? Button degan, ya'ni tugma tarjimasi tugma bo'ladi. Button degan o'sha tugma komponenti bilan ishlaymiz. Demak, labelni kelinglar D335 25 ATT degan so'zni chiqaramizda fontiga rang berib kattalashtiramiz. Times New Roman Polojirni 16 kelinglar masalan siniy bo'lsin. Okey. Qo'yish tugmalarini bittasini demak on ingliz tilidan va off ga o'zgartiramiz. Domla bu yerda button qayerdan chiqdi? Qaysida tugmani bosganingizda? Demak, standart boshqa komponentlar turkumiga o'tmadim. Standart komponentlar o'sha bo'limidan ana ikkinchisi, okey, P button nimadan keyin checkbox radio buttondan keyin ana button bor, tugma degani. O'shani tanlab olaveramiz. Demak, qaranglar, nima hodisa ro'y bersin deganda onni bossak yonsin shu so'z. Offni bossak o'chsin degan nimani ishni bajarib ko'ramiz. Buning uchun demak ushbu narsalarni qilib oldik. Bitta tugma tashladik. Mana chiroyli qilib ko'k rangga bo'yab oldik. Birinchi qiladigan vazifamiz demak har bir komponentni visible, ya'ni ko'rinish xususiyati degan tushunchasi bor. Visible deydi ingliz tilida. Shuni o'chirib qo'yamiz. Sababi bor. Demak, onni bosganimda birinchi marotaba u ochilishi kerak, ya'ni ko'rinishi kerak. Hozir qaraymiz. Mana buni bosib turaman tushuntirish uchun. Demak, bu chiqadi. Ko'rib turganlaringizdek, hozir hodisa yozilmagan. X qilaman. Endi visible ni o'chirib qo'yaman. Endi yana ana ko'ringlar. Endi chiqmayapti. Ko'rdingizlarmi? Ko'rinish xususiyati bir daqiqa. Ko'rinmadi. Endi shuni ko'rinadigan qilamiz. Buning uchun demak, bugungi o'sha hodisa button tugmamizni birinimizni on klik
qismiga demak yozamiz. Buning uchun label 1 ni visible xususiyati bo'lsin. Demak true, to'g'ri bo'lsin. Endi button 2 ga 12ligida false degan, ya'ni yolg'on, ya'ni chiqmasin degan ma'nodagi nimani kodni yozamiz. False, ya'ni false yoziladi. Bo'lsin. Ishlatib ko'ramiz. On chiqdi, off o'chdi. On chiqdi, off o'chdi. Ko'rdingizlarmi? Savol bormi? Mayda ilova, maydagina. Shunarli bo'lish uchun yangi demak komponent va labelning visible degan, ya'ni ko'rinish formadagi ko'rinish desak ham bo'ladi yoki ko'rinish xususiyati desak ham bo'ladi. Ko'rsatilgan biza Domlana texnikalarni programmalarda ham ishlaydi. nimada ishlaydi? Texnikalarni o'chirib, yoqish shunaqa. Bu ham xuddi shunday. Nimada ham shunaqa narsa kodlar yozilgan, faqat boshqa tilda qurilmalarni boshqarish ham boshqacha bo'ladi. Haqiqatan, lekin buyrug'i shunga yaqinroq bo'ladi ularni ham. Hali nima o'tasizlar fan bitda robot texnika faniga yaqinroq Arduino degan mikrokontrollerlar bilan ishlash paytida ham bunaqa narsa qilinadi. U faqat realni tugma bosilgandagi hodisalar nimalar aynan qurilmaviy bo'ladi, bosib ko'rsatiladi. Amaliy loyiha sifatida ishida kodida ham tushuntiriladi, shunga yaqinroq bo'ladi. Bu yerda ham o'sha label demak label komponentasining ko'rinish nimasini boshqaryapmiz. Demak, tugma bosilganda, on tugmasi bosilganda ko'rinsin, off tugmasi bosilganda ko'rinmasin. Faqat birinchi martada aytib o'tganimday visible degan nimani o'chirib qo'yish kerak. O'chirib qo'ymasak, demak birinchi marta ko'rinadi, on ishlamay qoladi. Tushuntirib bildimmi? On bosalaringiz ishlamaydi, chunki nimani visible'ini o'chirmagan bo'lamiz. Savol bormi? Savol bo'lsa berishlaringiz mumkin. Tushunarli bo'ldimi? Demak, gruppaga men uni tashlab qo'yaman. Bemalol ishlatsalaringiz bo'ladi. O'shandan o'tamiz ham keraklicha. Demak, D 335 va tashladim. Modulda ham tashlab qo'yaman. Modulga ham keyin ikkinchi topshiriqni o'sha nimani yuklab qo'yaman, keyin bajarib olaverasiz. Hamma o'zi bu dasturlar muhitini o'rnatib bo'ldimi? O'rnatdik domla. Muammo yo'qmi ishlashda? Ozgina eski versiyada, lekin yaxshi tomoni bu nima qilmaydi? Nima deydi? Muammo qilmaydi. Ozgina yana kamchiligi bor, virus deb o'ylash mumkin ayrim holatlarda. Nima qilamiz? Sababi dastur ozgina yili eskiroq, biz ishlatayotgan Windowslar yili yangiroq bo'lgani uchun muammo bo'lishi mumkin. Atak umuman olganda muammo qilmaydi. Ayrim holatlarda bo'lishi mumkin. Shu uchun bemalol ishlatib, kimdir o'rnata olishda muammo bo'lgan bo'lsa, yo nimadir boshqa ishlatishda muammo bo'lgan bo'lsa, yozib qo'yishlaringiz mumkin. Hech kimga va gruppaga farqi yo'q. Shu keyin yordam berishga harakat qilaman. O'z kitobni tashladim. Bemalol o'sha o'tilgan mavzuni takrorlasalaringiz ham, vaqt topib yangi mavzularda ham bor. Keyinchalik o'tib ketaveraman. O'sha yerda Domla ham modulga qanday beriladi? topshiriqmi? Ha. Demak, topshiriq men Word
ko'rinishda, PDF ko'rinishda tashlasam, sizlar o'sha topshiriqni skrinshot ko'rinishda bajarilgan ketma-ketlik natijasini skrinshot ko'rinishda ketma-ket tashlab borasizlar. Har bitta qadamma-qadam qilib. Va shu orqali baholab boraveraman. Hozir ko'rsatganlaringizni har birini amalda o'zimiz Yo'q, bajarib, aynan rasmga aynan hozir ko'rsatganlarim bo'lmasligi ham mumkin. Men tushuntirgan bo'laman komponentni va o'sha asosida nimadir topshiriq yozsam, siz topshiriqni tushungan holatda xususiyatni, hodisani tushuntirgan bo'laman darsda va o'sha narsani tushungan holatda topshiriq bajargan bo'lishingiz kerak. Aynan o'zim ko'rsatmagan bo'lishim ham ehtimolligi bor. Yangi topshiriq, ya'ni qilib ko'rsatmagan, faqat shu mavzuga taalluqli bo'ladi. Ya'ni qila olasiz. Darsga kirib nima qilsangiz, qilib bajara oladigan qobiliyatda o'sha nimada bo'lasiz. Kod yozilgan bo'ladimi, faqat biz bajarib ko'ramiz shuni. Yo'q, yo'q, kod yozilgan bo'lmasligi ham mumkin. Topshiriqni men tushuntiraman. Tushuntirib yozilgan bo'ladi o'zbek tilida. Ketma-ket bajarib, sizlar skrinshot, ya'ni ishni ketma-ket bajarib, skrinshotlarni Wordga qo'yib, faylni yuklab qo'yasizlar. Wordni yoki PDFni. Men kirib ko'raman, to'g'ri bo'lsa, natija oxiriga chiqqan to'g'ri bo'lsa, kodlar to'g'ri bo'lsa, shunga qarab keyin baho qo'yaman. Kodni o'zlaringizda yozinglar, men kod bermayman. Chunki tushuntiryapman darsda. Tushuntiryapman darsda. Savol bormi? Yana. Savol bo'lsa berishlaringiz mumkin. Birinchi ko'rsatishku domla mana qo'lcha chiqadi deb shunaqa programmalar keladi-da bizga nimalar, xatlar keladi Lotus'dan, Texnometdan. Shuni biz o'zgartira olmaymiz. Uni o'zgartirib yozsa bo'ladimi o'shani? U nima programma, u nima ilova u? Bizga endi ishxonada keladi-da, Lotus'dan, Texnometdan shunaqa xatlar keladi. Bu xat bilan O'shanga bog'liq. xuddi shunday Ha. qo'lcha chiqadi, lekin biz o'zgartirish imkoniyati bo'lmaydi-da. O'zgartirib, повтор qayta tashlab berishimiz kerak bo'ladi. O'zgartirish imkoniyati bo'lmaydi. Yo'q, qo'lcha chiqadi deganingizda bu biz boshqa narsani menimcha tushunyapmiz-da. Bu kompyuter uchun ilovalar yaratadi. Siz xat Ha, bu kelyapti bizga deysiz. o'tayotgan. Ha, biz Hmm. aytadigan. Xat deganingiz u boshqa narsa. U web ilova bo'lishi mumkin-da u. Webdan kelishi mumkin, Tushunarli. sahifadan kelishi mumkin. U boshqa kurs, boshqa semestrda o'tasizlar web ilova, balki o'zim o'taraman bo'lishi mumkin. U boshqa fan. U bir-biriga o'xshaydi, hodisalar bor u yerda ham. Hodisalarga asoslangan qismi bor. Demak, demak boshqa narsa bu bilan. demak, bu dastur ko'proq ilovalar yaratishda ishlatiladi. Kompyuterda ishlaydigan ilovalar. Boshqa joyda ishlamaydi. Exe variantda oxirgi variant exe bo'ladi, xuddi Word Excelga o'xshagandek exe variant bo'ladi. Ochiladi faqat kompyuterda. Razryadiga qarab, mana hozir Versiyasida kompyuter uchun ilovalar yozamiz biz hozir. Dasturlash 2 fanimizda, demak C++ bo'ldi. O'tdilar, yo'ldosh bilan atof o'tdilar. Demak, biz ikkinchi semestrda C++ dasturlash tili asosida C++ builder muhitida kompyuter uchun ilovalar yaratamiz. U faqat kompyuterda yaratiladi. Demak, bu ilovalarni faqat kompyuterda ishlatsa bo'ladi. Telefonda ham bo'lmaydi, boshqa operatsion tizimda ham bo'lmaydi, boshqa qurilmada ham bo'lmaydi. Faqat kompyuterda Roman domla Windows telefonda. telefonda bo'lmaydi. Telefonda yaratadigan boshqa fanimiz bor. Mobil ilovalarni yaratish degan fan bor, boshqa. Savol bormi yana? Yo'q, tushunarli. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, men demak uni tashlab qo'ydim. Modulga ham topshiriqni yuklab ketaveramiz. Demak, kerakli mavzu o'tilgandan keyin bajarib vaqt bajarsa yuklasalar, men qo'yib joriy nazorat ochilgan paytda kerakli baholarni qo'yib boraveraman. Agar savol Xo'p, bo'lmasa, xo'p. demak tugatsak bo'ladi. Savol Rahmat. Rahmat. bir charchadim. rahmat. Mayli.